Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Men Namangan viloyati 17-umumiy o'rta ta'lim maktabining 6-D sinf o'quvchisiman. Men potansiyani yasab keldim. Bu 9 voltga ishlaydi va motorga o'tadi. Motor ikkinchi motorga uzatadi. Keyin choynakka o'tadi. Choynagan ovozni to'k qo'shib, quvvat ta'minlovchiga o'tadi. Ta'minlab, me'yorlashtirib, transformatorga o'tkaziladi va butun shaharni elektr bilan ta'minlaydi. Men Jiguli modelini yasab keldim. Bu uchun menga ketgan narsalar karton, pistoletkilik va motor ketdi. Bu o'zim qo'l bilan yasalgan tok manbaidan foydalanib yasash mumkin. Men Nig'matlayev Avazbek. Men qo'l bola mashina yasab keldim. Bu ikki tomonlama motor bilan ishlaydi. Men bunga ketgan narsalar kile, karton va motor, tok, kulchatir ketgan. Bu mashinamizga kelsak, bu motorimiz bu ham ikki tomonlamali qo'l bola pult bilan yasalgan, 220 volt ishlaydi.